Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bugun yana bir siz bilan nasihatlashmoqlik istadik. Bugun yana bir siz bilan suhbatlashmoqlik istadik. Odob, ta'lim va tarbiya har bir jamoat va jamiyatning zimmasida bo'lgan asosiy mas'uliyatlardandir. Tarbiya bobida avvalambor inson ikki narsani tarbiyasini mahkam ushlamog'i lozim ekan. Birinchisi badan tarbiyasi bo'lsa, ikkinchisi esa nafs tarbiyasidir. Badan tarbiyasi nimadan boshlanar ekan? Albatta, badanini sog'lom tutishlik, inson o'zining jismini ba'zi bir odatlarga o'rgatishligi, bularning barchasi badan tarbiyasidan ekan. Masalan, albatta ertalab turganda qo'l yuzni yuvishlik, go'zal poklanishlik, vujudni pok ushlashlik, pok liboslarni kiyishlik, halol taomlardan taomlanishlik, dasturxon uzra odob bilan o'tirishlik, dasturxonga kelishlikda qo'lni yuvgan holatda, taomlangandan so'ng qo'l yuzni yuvgan holatda bo'lishlik, yoyinki bo'lmasam o'tirganda yoshi ulug'larni yuqoriga chiqarib ulardan pastroqda o'tirishlik, bularning barchasi bu badan tarbiyasida bo'ladigan va yana jismoniy sihat va salomatlikni asrashlik uchun ozginagina xatti harakatda, mehnat va mashaqqatda bo'lishlik ham badan tarbiyasidan sanalar ekan. Ulamolarimiz aytadilar, tarbiyani biz qachon, qayerdan boshlaymiz deganda aytgan ekanlar, yoshligidan boshlanadi. Yoshlikdan qanday boshlaysiz? Insonning vujudini tarbiya qilishlik bilan, insonni itoatda, ibodatda ushlashlik bilan, zeroki inson badanini tarbiya qilar ekan. Ikkinchisi, badanning tarbiyasi borib nafs tarbiyasini ham shakllanishligiga sabab bo'lib qolar ekan. Shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin shunday marhamat qiladilar. Farzandlaringiz 7 yoshga kirganda ularni namozga buyuringlar. Ularni namozga buyuringlar. Namoz bu nima degani? Demak, namozga o'qiydigan inson albatta tahorat oladi, badanini pok ushlaydi, libosini pok ushlaydi, tartibga, odobga, o'zini hayotida qandaydir mezon va me'yorni, tartibni joriy qiladi. Namozga buyuringlar. Vaqtiki 10 yoshga kirganda namozga agar o'qimaslik qilsalar, ozgina beodoblik qiladigan bo'lsalar, agar ularga qattiq qo'lroq bo'linglar deya marhamat qilgan ekanlar. Darhaqiqat aynan bu bilan insonni hayotga, kelajak hayotga tayyorlash uchun intizomga, tartibli bo'lishlikka, itoatda, ibodatda bo'lishlikka, xosatan badani pok, libosi pok banda bo'lib kamol topishligida bu hadisga amal qilishlik zimmamizdagi mas'uliyatlardan sanalar ekan. Turkiy Guliston hamda axloq kitoblarida quyidagi misralarni keltiradilarki, salomatlikni saqlov lozim ishdur, gunohdan saqla jisming yozu qishdur, kasal bo'lsang bo'lur dunyo qorong'u, maishat talx o'lib hasrat chekishdur, haromu shubhadan pok et o'zingni, bu dunyo ayshu ishratdan kechishdur, hamma ishratchi hijronlikda ketdi, bu olamda bir ish ishlab ketishidur, Turkiy Guliston yoxud axloq.